Qaralama enjini o'xshab ketganni. Mana bu atish diyoridagi go'har deb atalgan mana bizningki enjirimiz shahmantisi. Mana bu enjirimiz hozir Xinjiangning har qaysi yerlariga ko'plab selinyapti. Hatto ichki o'lkalardagilarmi buni yoqtirib yeyapti. Bu enjiningki haqiqiy qimmatini, sog'lomlikka bo'lgan foydasini bilgan xalq buni yoqtirib setib olib iste'mol qilyapti. Biz mana shu enjirni yaxshi holatda yetkazish uchun buni biz aeroplan orqali shu tez suratda shu xaridorlarninki iste'molchilarning qo'liga yetkazish kafolatli qilyapmiz. Iste'molchilarimizmi nihoyat rozimanlik bilan enjirimizdan nihoyat qo'shilib o'zining minnatdorligini bildiryapti. Mana qaraydigan bo'lsak, mana bu enjinlar hozir uzilib chiqqan enjin mana. Buni biz mana shu homo ishga mana shunda ikki qatdan qilib qochilash orqali enjiningki sap yangi holatda chiqishiga kafolatli qilyapmiz. Mana qaraydigan bo'lsak, aynan enjinimi mana aytganniga qochilangan. Bu hozir G'o'lji diyoriga yetkazilmoqchi. Bir qator uzilib bo'lgani Urumchiga aeroplanda selinib qoldi. Shunga shu Xinjiang diyoridagi barliq iste'molchilarga bizning mujtahidlarning enjinni yoqtirib setib olib qo'llayotganligiga biz alayda dehqonlar nomidan rahmat aytamiz, minnatdorligimizni bildiramiz. Hammalarning